Ko'pchilikni ikkilantiradigan savol xarakter xususiyatlari ota-onadan o'tadimi yoki ijtimoiy muhitda shakllanadimi? Xarakter yunoncha muhr, belgi degan ma'noni anglatadi. Lekin bu degani ota-onadan farzandga o'tadi degani emas. Hozir men sizga buni nazariy jihatdan isbotlab beraman. Xarakter taqlidchanlik orqali shakllanadi. Xarakter erta bolalik yillaridan boshlab shakllanishni boshlaydi. Xarakter shakllanishi uchun eng asosiy vosita bu ta'limdir. Psixologik jihatdan xarakter ota-onadan o'tmasligini Leontiev, Ananiev, Shellon, Vygotsky va o'zbek olimlarimizdan Ergash G'oziyev isbotlab berganlar. Bunga misol sifatida gomozigotalarni olganlar. Gomozigotalar bir embriondan paydo bo'lgan, bitta tuxumdan paydo bo'lgan egizaklar misolida. Egizaklarning tashqi ko'rinishi bir xil bo'lgani bilan xarakter xususiyati ikki xil sanaladi. Barcha umumiy psixologiya kitoblarida xarakter xususiyatlari nasldan naslga o'tilishi rad etib kelinmoqda. Shunday qilib, xarakter tug'ma bo'lmaydi, balki ijtimoiy muhit mahsuli sanaladi. Bu barcha umumiy psixologiya kitoblarida yozib qo'yilgan.